Ushbu loyiha Beshariq Xalq banki hamkorligida Farg'ona viloyati Beshariq tumani Uzun MFI 433-437 sonli amalga oshirilmoqda. Bu yerga tarvuz ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 523 metr, bo'yi 304 metr. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar hosil holatida. Ekinlarni yetishtirish 91 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 30 ta dehqon fermer xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun 0,3 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Yakatit Gavhari 3/5 ishlab chiqarish korporatsiyasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektarda 35 tonna, jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yetishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlari yetishtirish orqali yer egalariga daromadlarni yanada oshirib boriladi.